Assalomu alaykum hammaga, Special Money kanaliga xush kelibsizlar jigarlar. Sizlar bilan bugungi videomizda bir ajoyib saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Xo'p o'rtoqlar, Special Money YouTube kanalimizda 770 ta obunachi bo'ldi. Davayt o'rtoqlar podpishkan qilasizlar degan umiddaman. Shuni 1000 taga qilib qo'yishimiz kerak. Xo'p o'rtoqlar, bilgan bo'lsanglar, anchadan buyon video yuklamadik, ya'ni 1 oy 4 haftadan beri umuman kanalimizga video yuklangani yo'q. Endi o'rtoqlar, bundan keyin har 2 kunda yoki har kuni video yuklaymiz o'rtoqlar. Kanalda aktiv bo'lib turinglar. Telegram kanaliga o'tmaganlar tezda Telegram kanalimizga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, kanallarimizga obuna bo'lib qo'ygan bo'lsangiz, unda biz videomizda boshladik. Sizlar bilan bugungi videomizda aynan mana shu saytda pul ushlab borishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ringlar. Xo'p o'rtoqlar, saytda pul ishlashimizdan oldin birinchi navbatda ro'yxatdan o'tib borishimiz kerak. Uning uchun saytga kiramiz. Bu yerdan ro'yxatdan o'tish degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, mana bu yerga qandaydir telefon nomer, xohlagan raqamlaringizni yozib tashlasangiz bo'ladi. Parol kiritasizlar, kapchani terasizlar va mana bu yerdan ro'yxatdan o'tish degan tugmani ustiga bosib qoldirasizlar. Sayt silkasi Telegram kanalimda bo'ladi. Men hozir o'zimning akkauntimga kirib olaman. Men o'zimning akkauntimga kirib oldim. Xo'p o'rtoqlar, sayt ko'rinishi xuddi shu ko'rinishga ega. Saytda o'rtoqlar biz qanday qilib pul ushlab boramiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek bir nechta bo'limlari mavjud. Xo'p, pastga qarasanglar, mening jamoa va sarmoya kiriting va bosh sahifa bo'limlari mavjud ekan o'rtoqlar. Kelinglar birinchi pastdagi bo'limlarni tanishib chiqamiz. Bosh sahifa. Xo'p o'rtoqlar, bu saytning glavniy oynasi hisoblanadi va eng muhim oynasi hisoblanadi. Xo'p, saytda o'rtoqlar biz o'zi glavniy mana bu uskunalarni sotib olib, saytda oddiygina pul ushlab borishimiz ham mumkin bo'ladi. Xo'p, eng arzon uskunaning narxi 50 ming so'm turar ekan va bizga har kuni 10 ming so'mdan foyda olib kelib turar ekan. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar, uskuna 2 bor ekan, buning narxi 100 ming so'm turar ekan va bizga har kuni 20 ming so'mdan foyda olib kelib turar ekan o'rtoqlar. Bu yerda o'rtoqlar 300 ming so'mlik uskuna bor ekan, buning narxi deyman o'rtoqlar 300 ming so'm va bizga kunlik daromadi 60 ming so'mni tashkil qilar ekan o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda 500 ming so'mligi bor. Xo'p, pastga qarab ketaveradi o'rtoqlar. Qolgan uskunalar bilan o'zlaring tanishib olasizlar. Xo'p o'rtoqlar, masalan, kelinglar mana bu eng arzonidan bittasini sotib olamiz, ustiga bosasizlar. Xo'p, buning narxi 50 ming so'm turar ekan. Xo'p, bizga har kun kunlik foydasi 10 ming so'mni tashkil qilar ekan. Xo'p, bu yerdan sotib olish degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xani bosamiz. Bo'ldi o'rtoqlar, mana muvaffaqiyatli degan yozuv chiqardi. Endi bizdan avtomatik sarmoya kiriting degan joyga olib kirib ketdi va mana shu yerda bizani nechta uskuna sotib olgan bo'lsanglar, mana shu yerda nima deydi, ko'rinib turadi o'rtoqlar. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar endi bizada eng muhim joylarga keldik. Xo'p, bu yerda ilovani yuklab oling degan bo'lim bor, ya'ni saytning o'zining ilovasini telefonlaring, robot stollaringga saran qilib qo'yishlaring mumkin, ya'ni o'rnatib olishlaring mumkin. Mijozlarga xizmat ko'rsatish, ya'ni o'zining Telegram kanallari, Telegram guruhlari mavjud ekan o'rtoqlar. Biz haqimizda va bank hisobi degan tugmalar bor. Endi o'rtoqlar biz saytga qanday qilib pul to'ldirishimiz mumkin? Pul to'ldirishimiz uchun bu yerdan depozit degan tugmani ustiga bosib qoldirishimiz kerak. Xo'p, bu yerdan Paybir tanlanadi. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar 50 ming so'mlik, 100 ming so'mlik, 300 ming so'mlik bo'lgan tablolari mavjud. Masalan, 50 ming so'mni ustiga bosib qo'yganmiz. Mana bu yerga 50 ming so'm yoziladi. 100 ming so'mni ustiga bossaylik, 100 ming so'm yoziladi. Bu yerda o'rtoqlar minimal to'ldirish 50 ming so'm tashkil qilar ekan. Xo'p, bu yerdan hozir depozit degan tugmani ustiga bossam, mana boshqa oynaga olib kirib ketadi va menga karta raqam beradi. O'sha karta raqamiga pul tashlab, chekini yuklab qo'yishim kerak bo'ladi va tashlagan pullarimning uzog'i 15 minut 20 minutda saytdagi hisobimga tashlab beradi. Keyin men bemalol boyagi uskunalarni sotib olishim mumkin bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, endi pul yechib olish uchun, yechish uchun birinchi navbatda biz bank hisobimizni to'lab qo'yishimiz kerak. Uni qanday o'ylaymiz o'rtoqlar? Juda ham oddiy. Bank hisobi degan tugmani ustiga bosasizlar. Mana bu yerga bankni tanlash, xohlagan bir bankni tanlaysizlar. Bank haqiqiy ism degan joyiga kanallaringning ismini, xohlagan bir nomni yozib qo'yasizlar. Bizga eng keraklisi mana bu bank karta raqamini to'g'ri kiritsanglar bo'ldi. Qolgani umuman muhim emas o'rtoqlar. Xo'p, hozir men o'zimni hamyonimda ulab olaman. Xo'p o'rtoqlar, men o'zimni hamyonimda bog'lab oldim. Endi pul yechish uchun bu yerdan olib tashlash degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, bu yerda o'rtoqlar har kuni 9 dan 5 gacha pul yechsanglar bo'lar ekan. Pul yechish minimali 10 ming so'm tashkil qilar ekan va 15% komissiya olib qolar ekan o'rtoqlar.
Xo'p, mana bu yerda o'zimizni bank kartamiz turibdi. Xo'p, mana karta egasi degan joyga o'zimni special kanalim nomini kiritib qo'ydim o'rtoq. Bizga umuman kerak emas bu narsa. Xo'p, bizani hozir balansimizdagi pullarni yechib olamiz. Balansimizda 360 ming so'm bor ekan o'rtoqlar. Xo'p, kerakli yechib olish miqdorini kiriting degan joyga mana shu summani kiritamiz va mana bu yerdan hozir yechib olish degan tugmani ustiga bosib qoldiramiz. Xo'p, mana o'rtoqlar 310 ming so'm pulimiz yechib olindi. Sayt o'rtoqlar uzog'i 30 minut yoki 1 soatda bizani pullarimizni to'lab beradi va maksimal 24 soat ichida pulimizni to'lab berishi kerak bo'ladi. Xo'p o'rtoqlar, saytga pul kiritish, pul chiqarish, qanday qilib pul ishlash mana shunday bo'lsa, bugungi video mana shulardan iborat edi. Videosiga yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.